Holati 23 ta beradigan, o'zi 13 oppoq Cobalt mashinamiz sotuvga kelib qoldi. Mana mashinamiz bekordan bekorga holati 23-24 ni beradi demadim. Mashinamiz kapotlarida umuman tosh tushgan joylar mavjud emas ekan. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, tepa-pat ledlar terilgan ekan. Mashinamizga tonirovka ruxsatlari ham bor ekan. 8 oymi qolgan deb aytdi egalar. Mashinamiz mexanika. Mashinamiz ajoyib holatda turibdi ekan. Salonni oyoq tiyadigan, qirilib chizilib ketadigan joylar laminatsiya qilib qo'yilgan ekan. Mana salon holatlari shu go'zal holatda bo'lib turibdi ekan. Mashinamiz 53 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Mana salon holatlari ham, tepalari ham, tomlari ham yomon bo'lib ketmagan. Egalar qanday qilib minganlar bilmadim-ku, lekin juda ham zo'r holatda turibdi ekan. 4 ta yumshoq balon. Mana orqa salonlari ham, laminatsiyalarni aytib o'tdim. Mana magnitofonlar aytib mana bo'lib turibdi, ishlab turibdi, eshitilayotgan bo'lsa agar. Bagaj holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana bagaj holatlari, zapaskalar har doimgidek joyida, zapaskalar tushmagan ekan, e'tibor qaratamiz. Bizda shunaqa yaxshi mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga podpiska bo'lib kuzatishda davom eting. Mashinamizda propan gazi ham bor ekan, mana. Ключ hamma narsani joyida turibdi ekan. Bagaj holatchalari ham vobshe ideal holatda bo'lib turibdi mana. Kraskalar absolyutni top-toza ekan, kuzovlarda ham qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashinamiz narxini 9500 baholanyapti, ya'ni kelishtirib beraman deb aytdi egalari. Mashinamiz 53 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Yaxshi narxlarda yaxshi mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga podpiska bosib kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.